Writing ko'pchilik uchun katta muammo va writing ichida bizda task and processes bor va bu juda ko'pchilik uchun katta confusion yaratadigan taskman turi. Shuning uchun bu haqida bitta qisqacha instructional video qilishga qaror qildim. Birinchi qiladigan ishimiz bu taskman ko'rinishini bilishimiz kerak. Qanaqa ko'rinishda beriladi? Odatda taskman process bizda nimadirni ishlab chiqarish jarayoni, ya'ni ketchup ishlab chiqarish jarayoni bo'lishi mumkin yoki choy ishlab chiqarish jarayoni bo'lishi mumkin yoki-da bu bizada qaysidir test topshirish yoki hayvonning life cycle ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa taskman proseslar bizga odatda beriladi. Xo'p, ko'rinishini bildik. Endi savol. Taskon o'zi nimadan iborat, qanaqa talablar bor? Eslab qoling, taskonda siz hech qanaqa fikr berishingiz kerak emas. Sizning asosiy vazifangiz bu berilgan rasmni ta'riflab berish, nechta so'z yuqori, minimum 150 ta so'z orqali va taskongizni 3 ta qismga bo'lasiz. Endi savol, qaysi 3 ta qismga? Qismlar juda ham aniq, juda ham oson. Birinchisi bu introduction, introductiondan keyin overview, overviewdan keyin body'lar. Eslab qoling, 3 ta qism va bularning ichida conclusion yo'q. Eslab qoling, taskonda hech qaysi turida conclusion yo'q, chunki bizda conclusionga biz overview yozib beramiz. Nima uchun? Chunki taskvanda siz fikr bermaysiz, conclusionda esa fikr berilishi kerak. Bu tushunarli bo'ladigan umiddaman. Endi har bitta qismni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi qismi bu bizda introduction. Introduction juda oson. Berilgan so'zni shunchaki paraphrase qilish kerak. Bizning holatimizda the diagram gives information o'rniga nima yozyapman? The diagram shows the process va the diagram describes o'rniga the diagram details the making. Eslab qolinglar, diagramma so'zini meni maslahatim paraphrase qilmaganingiz yaxshi. Yaxshiroq paraphrase, ya'ni sinonim bu so'zga yo'q. Xo'p, bu tushunarli. Endi ikkinchi eng muhim qismlardan biri bu overview. Overview ichida bizda juda muhim informatsiya yoziladi. Overviewda bizda 3 ta bosqich bor. Ya'ni overviewni o'zida bizda 3 ta asosiy step bor. Qaysisida? Birinchidan siz nechta bosqichi borligini bizga hisoblab bering, keyin u bosqichlarni qismlarga bo'ling va keyin oxirida nimadir qiziqarli haqida ma'lumot berib qo'ying. Endi har bitta jarayonda nimadir qiziqarli bor va har bitta jarayon bizda bir nechta bosqichga bo'linishi mumkin. Oddiy misol. Bu yerda birinchi qiladigan ishim bu qadamlarning sonini hisoblab chiqish. Agar biz sanab chiqish, agar biz buni sanab chiqsak, boshidan oxirigacha bizda bu jarayonda, ya'ni fish pie ishlab chiqarish jarayonida bizda 19 ta qadam bor va shu 19 ta qadam har bittasi bajarilsa, bizda oxirida fish pie bo'ladi. Xo'p, ya'ni sanash nimalarni, qadamlarni qiyin emas, juda oson. Endi bularni qismga bo'lish sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin bu ham relatively oson narsa. Nima uchun? Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, bizning jarayonimiz 3 ta qismga bemalol bo'lsak bo'ladi. Birinchisi bu kartoshkani tayyorlash, keyin baliqni tayyorlash, keyin qadoqlash bilan yuborish. Undan keyin, ya'ni bosqichlarga bo'lganimizdan keyin, qismlarga bo'lganimizdan keyin biz har bitta jarayonda nimadir muhim topishimiz kerak va e'tibor beringlar, bizning jarayonimizda juda ham ko'p takrorlanadigan va ko'zga tashlanadigan narsa bu qo'l mehnati juda katta o'ringa ega. E'tibor beringlar, juda ko'p bizda jarayonlar, bu jarayonlar o'zida juda ko'p qo'l bilan qilinadi. O'sha uchun men bu prosesda eslatadigan narsam bu bizda qo'l mehnati juda katta o'ringa ega. Bu tushunarli bo'ladigan umiddaman. Yana bir marta aytaman, juda bir muhim narsa overviewda juda ko'p takrorlanadigan narsa. Va body'larning soni va body'larning o'zi juda oson. Buni qarasangiz prosesni o'zida body'lar soni aniqlash juda oson, chunki u part soniga bog'liq. E'tibor beringlar, bizda 3 ta part bo'lganligi uchun 3 ta body bor. Chunki birinchi body'da kartoshkani describe qilaman, keyin salmon fish tayyorlash jarayoni, keyin qadoqlash bilan yuborish. Mana shunday qilib biz taskon prosesini yozsak bo'ladi. Bu bazaviy informatsiya. Pauza qilib buni ko'rib chiqishlaringiz mumkin yoki YouTube kanalidagi videolarni bitta-bitta ko'rib chiqishingiz mumkin.